Assalamu alaikum. Lekin to'pladığının bulavati dikilib qarab baqsam, anlab baqdim Dolqun Esaning gap so'zlarini anlab baqdim. Halqi Amerikadagi Erkin Sidiq degan odamning gapini anlab baqdim. Qarindoshlar, bu bir suiqasd deb qarayman men buni. Normalda o'ylab baqqan vaqtimizda biz Xitoyni Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasiga sudga bergandan keyin o'limi boshqa bir sudga bersa, boshqasini boshqa bir sudga bersa, nima ziyni deb o'ylab qolishi mumkin insonlar. O nuqtadan qaragan vaqtda ham odam qo'ldan kelganini qilsa bo'lmamdi, o'ning qilganining nima ziyni deb qaraymiz. Asli to'g'ri bu. Hammamiz shu Xitoyni dushmanim deb qarab, o'zimiz turayotgan yerdagi davlatlarga shu Xitoy ustidan shikoyat qilsak, bo'ladi, o'ning chataq yo'q. Ama ma'lumning qilayotgani bularga rasmiy Xitoyni sudga berish uchun emas, shu Angliyadagi shu sharoit shu pishib yetilgachga shu ahvolni biz qildik deyotdi. Biz qildik degan odam shu Angliyani shu advokatlarni ekilib Xitoyni sudga beradigan odam hozirgacha nima ish qilmagan. Dünya Uyghur Qurultayı 10 yılın aldım battı, şu şahdım kuşlukta bula, pulu battı. Şu çağda hiç qanday aqliga kelmagan bulunan. Hatta taxmış 1 yılın aldıda, 2 yılın aldıda qarindoshlar. Şinjan demeysen, Sharqiy Turkiston deysen desek, Sharqiy Turkiston desen kim tuni deb urushib to'pladim bizni qo'g'layotgan odamlar shu. Bizning to'pini to'g'ri qo'ymay Sharqiy Turkiston deding deb Şinjanni talishib bizning to'pdan qo'g'layotgan odamlar shu. Yana bir yerda 3 million insonni Xitoy sulib oldi desek 3 million emas, 1 million deb urushib to'pdan qo'g'layotgan odamlar shu. Mustaqillik desek, mustaqillik desa bo'lmaydi. U aqmaydi, BDT qo'llamaydi, Amerika qo'llamaydi deb xalqimizni hozirga qadar qaymoqtirib kelayotgan haqlar shu. Hozir ham bir hukumat o'tirg'i chiqib, baş ministerimiz Salih Xudoyar o'zining tashkilotini qurib, hukumat kichirib biroz mustaqillik narsa avjag'andan keyin bo'linma Sharqiy Turkiston deyishni ta bir yilni yo'q o'rgandi. Nima uchun o'rgandi? Bo'lmasa o'rganmaydi, o'rgatgili bo'lmaydi bularga. Nima uchun o'rgandi? Rol qo'ldan chiqib qolmasin deb, mashinaning roli boshqalarga almashib ketib qolmasin deb. Biz deymizga şutdaki at deb. Şutdaki at neg varsa her bir şuyaga mağdu. Roldaki adam maşının rolunu neg kaysa maşını şu yanga mağdu. Başka adamla kopap qanchalik kuchgan bilan maşını başqa qaydoğulu bulmaydı. Şunun için hazır kadar chet eldeki biz davachi degan adamlar Sharqiy Turkiston davasının rolunu elib elib onu Uyghur davasıga o'zgartirib teglik. Mustaqillik davasini, vatan davasini kishilik huquq davasiga o'zgartirib teglik. Sharqiy Turkistonning besilinganlik masalasini Xitoyning ichki ishiga o'zgartirib teglik. Bu davoni shunday qilib keteglik. Endi bu rol bularning qo'lidan Sharqiy Turkiston surgundi hukumatining qo'liga o'tib ketsa qanday bo'ladi desa, dava kishilik huquqdan mustaqillik davasıga, vatan davasıga aylanib ketadi. Bu ish Xitoyning ichki ishi bo'lanmay qoladi. Shuning uchun bu ishga xalqaro mudoxil qilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun Xitoy o'zining chet eldagi kadrlarining hammasini ishga solib, shunday buzg'unchilikni o'ynaydi. Endi u Angliyadan sudga bersa yaxshi bir ish. Angliya sudlisi bo'ladi. Ammo u bir davlat. Uning ustiga bu haliqa civil sud. Kamuoyu değil ki ama Türkçe'de. Ya halk sotu yani. Ulu sotlasa kuşu nemi giytido dese başka bir şey yetmeydi. Bunu advokatla sözleşme kalak Amerika'daki advokatla olsun, başka yerdeki advokatla olsun, sözleşme kalak. Bir devlet şahsi namıga yana bir devletini sotlayamaydı. Sotlaydıgan Bosu mu kanunda mesela Amerika kanunda chet elliklarni sotlaydigan qonun bor.
Amerika mesela hazır dünyanın birinci numaralı devleti. Şu Amerika'daki advokatlarımı biz sotlasak, sotqa bersek, şu Amerika hükümeti kollasa anandakin bir işe yaraydı, bulması yaramaydı deylik. Şuna oxşagan Angliya o sotçuları sotlusunu şu Angliya devleti kollasa anandaki şu bir devlette, şu bir devlet gelse şu sotlangan adamlar Angliya halısı tutudu. Sotda pozitif hüküm çıksa. Bulması bir nas qılgılı bolmaydı. Bular o'zi qilmagan bir ishni biz qildik deb chiqyapti hozir. O'zi qildimi deylik shuni. Bu alqi rolni tartqizib qo'ymaslik uchun bularga shekli bir sotqa berish bu. Ras bo'lgan taqdirdami bu xalqarалық sotqa bergandan bilan osmon bilan zaminning farqi bo'lgandek farqi bor. Masalan, Angliya sotçuları sotlasa, sotlanganını cinayetçi deb ilan qilsa, şu sotlangan cinayetçi Angliyaga kelsa, andan keyin bir ish qila oladi Angliya saqchilari. Ammo xalqaro jinoiy ishlar sot mahkamasiga 130 atrofida davlat a'zo. Agar xalqaro jinoiy ishlar sotlab Xitoyni jinoyatchi deb Xitoyning hozirgi irqiy qirg'inchilik deb tunib qolsa, bu qanday bo'ladi desa, sotlangan jinoyatchilar, Xi Jinping, Chen Changgo degan jallatlar, shu ishning bolalari shu 130 necha davlatga borsa, shu davlatning tutish vazifasi bor. Xalqaro qonunda shu qo'l qo'yganlar, bu xalqaro sotdan sotlangan odamlar davlatimizga kelsa, biz tutib beramiz, sotqa topshiramiz deb qo'l qo'yaqlik shunaga. Unda bo'lgandan keyin Xi Jinping 130 davlatga borolmaydi degan gap. Chen Changgo 130 davlatga borolmaydi degan gap. Anandan keyin Xitoy hukumati xalqaroda jinoyatchi o'rniga tushadigan gap. Buni halqi ba'zidan savol so'rab bu qazansaqmi nima qila oladi Xitoyni berib tutamasa deb fitna taqib ekan ba'zi yerda. Şu fitne taqitish uchun chiqarayotgan gaplar u. Amaliyotda mush sotni biz qazansak, keyin inshaalloh qazanamiz Allohning izni bilan. Xitoy jinoyatchi o'ringa tushadi. Sharqiy Turkiston masalasi qonuniy jihatdan xalqarolashgan bo'ladi. Agar bu xalqaroliq sot Xitoyni jinoyatchi deb hukm qilib, o sotga kelmay qolib qolsa, xalqaro sot mahkamasi buni BDT xavfsizlik kengashiga to'shiy oladi buni. Xalqaroliq bir sot bo'lgandan keyin BDT'ni xalqaroliq bir yerga o'qishqa xalqaroliq xavfsizlik kengashiga to'shiy oladi. To'shigan yerda Xitoy yolg'iz verdi xavfsizlik kengashida. Kishilik huquq komitetida Xitoy ko'p sonliqni egaldisimi 1-2 yilni yaqin. Xavfsizlik kengashida yolg'iz Xitoy verdi. Shunga bu Sharqiy Turkiston surgundi hukumatining xalqaro jinoiy ishlar sotqa bagini Xitoyni u Angliya xalq sotining sotlishi bilan o'xshamaydi bu. Aql bilan pilning arlig'idagi cho'ng farqdek farq bor bu yerda. Shuning uchun qarindoshlar bu hozir bu verden sot açımız, verden sotqa berimiz, bizning advokatlarimizga pul bermasak mi bo'ladi, bakaliq deb andaq ko'tildaşlarning hammasi maqsadlik. Bu shu Sharqiy Turkiston surgundi hukumatiningki hozirgi nüfuz qazanishini to'xtatish, xalqning qo'llashini yavaşlatish yoki to'xtatib qo'yish. Shu maqsadda suiqasdlik o'tirg'i chiqarilgan bir plan. Şunun için bunu yukarıda qarindoshlarimiz debdi, hammanglar shunday debsizlar. Biz mushu hukumatda, Sharqiy Turkiston surgundi hukumatida millat vakili degan shu Uyg'ur millatining vakillari biz. Uyg'ur xalqiga vakolatan, Sharqiy Turkiston davlatiga vakolatan ishlaymiz deb kelgandan keyin qarindoshlar. Mushu hukumat Xitoyni xalqaro sudga bergandan keyin buningga o'zimiz ega chiqishimiz lozim. Aşındaq fitnəçilərin fitnələrə cavab verişimiz lazım. Əlqi xalqni tillab ketmey, fitnə çıxarmay, həqiqətni deb qoysaq buludu.
Masalan, Angliyaninki xalq sutiga sotqa bergan bilan Xitoyni xalqaro jinoiy ishlar mahkamasiga sotqa berganning farqining naqadar cho'ngligini xalqimizga tushuntirishimiz lozim. Kichik vaqtlarimizda biz kooperatsiya vaqtida tug'ilg'ach shu vaqt cho'ng bo'lgan. Bir narsa elish uchun kichik dadamizga pul verdik, azroqdan pul versa, uni olib kompyuter elish uchun do'konga borsak, yo'g'on bizdan cho'ng odamni berib, qo'limizda 20 sent olgan bo'lsa, qo'limizda tortib olib, keyinga tutib olib, unda 10 sentni berib, sening puling shu desa, pulga o'xshagan ekan deb golulab qolibdik. Yoki qo'limizda cho'ngroq non bo'lgan bo'lsa, uni olib, keyinga tutib olib, tengini ushlab olib bersa, biz kichik bo'lgandan bilmay, endi aldanib qoldigan ish bo'ldi. Bu ash aldamchilikning ishiriklar, Sharqiy Turkiston surgun hukumati hozir xalqaro sudga bersa, xalq qo'llayotgandan keyin, xalq xushal bo'layotgandan keyin mayandan chiqib, biz buni Angliya sudiga berdik. Biz uni qildik, bunu qildik, bizning advokatlarimizga pul ketmaydi desa, xalq, miyadan pul ketmaydigan ish vakanga o'xshashgan desin, yoki Mavlaniki yaxshiroqkan deb qolsin deb, keyiniga nonni tutib olib, tengini ushlab, kichikini tutqizib qo'ygandek, xalqni aldash uchun qilayotgan bir ish bu. Bu siyosiy yanchiqchilik deymizmi buni? Bu agar samimiy bo'lsa, puli bo'lgandan keyin rassotga berib baqsin. O sharoit pishib yetishib bo'lgan o tayyor ishga ega chiqmay, ras advokat tutib sotga berib baqsin, ko'rayli. Hammasi yolg'on gap, quruq gap. Buni xalqimizga chiroyli tushuntirishimiz lozim, qarindoshlar. Buninki xalq uchun ishlamaydiganligini. Hamda biz chet elda yashagandan keyin o'lim bir tashkilot bo'lgandan keyin umma xalq uchun ishlab qolamdiki deb o'ylaymiz. Ishlamaydi qarindoshlar. Ishlaydigan bo'lsa, Uyg'ur Sharqiy Turkiston davosi 70 yil manda izdan oshmay ma'lg'ash bo'lmaydi. Mağdigan dava mağdı, joyida mağdı. Bu mağmay davadiga 70 yil, 60 yilda joyida ketavermaydi. Shu bir yilni naqsha etib o'tkazadigan yil deb e'lon qilgan haqli shu. Hozir ishlar o'zgarib boshqadan mang'achqa gap o'zgartib endi bir ustalikni olib beryapti ular. Gapni uzatib qoldim qarindoshlar. Hozircha Allohga emanet.